Yaxshilab o'rnashib olinglar. Hozir Saddam Husaynni ko'rishga boramiz. Saddam Husayn Bag'doddan 167 kilometr uzoqlikda joylashgan Al-Ujja qishlog'ida tug'ilib o'sgan va hozir vafotidan keyin shu yerga dafn etilgan. Mana Al-Ujja qishlog'iga ham yetib oldik. Endi hozir ichkariga kiramiz. Bu ko'rib turganingiz kanal emas, yo'l. Qachonlardir yo'l bo'lgan. Mana bu yo'llarda hozir to'sib qo'yishgan, ko'ryapsizlar. Hech qanaqa transport o'tmasin deb va yo'llarni o'zini ko'rib turibsizlar, juda ham xarob ahvolga tushib qolgan. Necha yuz yillardan beri hech kim yurmaydi bu yo'llardan va to'g'rilaringizda ko'rib turganlaringiz Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Al-Ujja qishlog'i va uni qabri ham hozir shu yerda qo'yilgan. Bu shaharda hech kim yashamaydi. Shunday katta qishloq huvillab, bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi. Xuddi kinolarda bo'ladi-ku, bitta odam yer yuzida bir o'zi qolib ketadi-yu, xuddi ana shunday bo'lib yotibdi bu. Mana stalbalarni ko'ringlar. Yo'llar asfalt o't bosib yotibdi. Bu yerda esa bizning mashinamiz. Hozir u qishloqqa kiradigan yo'lda qidiryapmiz, lekin yo'lni hozirchalik topganimiz yo'q. Mana bunday dalali yo'ldan hozir aylanib kirmoqchi edim qishloqqa, lekin soqchilar yugurib kelib meni to'xtatishdi, mumkin emas ekan. Uning qabrini ziyorat qilish musulmonlar uchun haromdir. Men ziyorat qilmayman, shunchaki uning tarixini o'rganyapman, videoga olib qaytib chiqaman. هناك خطورة على حياتك يجب أن تغادر المكان. Siz bu joyni tark etishingiz kerak. Nega sayohat qilish mumkin emas? Urush qoidalari bor, chunki bu sizning hayotingiz uchun xavfli. Ko'rib turganingizdek, qishloqqa hech kimni qo'ymayapti. Atrofi sim bilan o'ralib, atrofida soqchilar yuribdi. Ichkari hamma joy 100% minalashtirilgan ekan. Saddam Husaynni qabrini ziyorat qilish harom etib fatvo berilgan ekan va hatto endi masalan kofirlarga harom halolda farqi yo'q, turistlar uchun ham yopiq ekan, minalashtirilgan ekan. Birovni yaqinlashtirmas ekan. Bu qishloqda esa hech kim yashamaydi. Iloji boricha yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Baribir qishloqni ichidan ko'rish boshqacha edi, lekin nachora. Bir mantiqiy savol. Amir Temur g'irt bosqinchi bo'lgan, yovuz odam bo'lgan, Shayboniyxon esa qahramon bo'lgan, yaxshi odam bo'lgan desam, nima deb javob berasiz? Agar siz darrov meni ayblashga tushadigan bo'lsangiz, noto'g'ri fikrlayapsan, noto'g'ri gapiryapsan, shunday Amir Temurdek bobomizni yomonlayapsan deydigan bo'lsangiz, xafa bo'lmanga, juda bir dunyoqarashingiz tor odam ekan. Chunki men Amir Temurni kimlar yaxshi ko'radi yoki kimlar yomon ko'radi demadim, umumiy baho berdim. Biz uchun qahramon hisoblangan Amir Temur o'sha bosib olgan xalqlar uchun u bosqinchi. Mana shunday ta'riflanadi ular. Biz uchun bosqinchi bo'lib tuyuladigan Shayboniyxon esa Mongoliyada ulug' qahramon, uning uchun atab dunyodagi eng baland ot haykalni qurishgan. Demak, bir insonda yaxshi yoki yomon deyish bu noto'g'ri fikrlash. Siz yaxshi deyotgan odam kim uchundir yomon, siz yomon ko'rgan odam kim uchundir yaxshi. Hozir Saddam Husayn haqida gapirar ekanmiz, biz uni yaxshi yoki yomon insonligi to'g'risida emas, balki qilgan ishlari to'g'risida gaplashamiz. Unga yaxshi yoki yomon munosabatda bo'lish esa har kimning o'ziga havola. Qishloq yonidagi mana bunday joyga joylashib oldik va Saddam Husayn haqida ajoyib faktlarni sizlarga hozir o'qib beraman. Bu yerda juda ham murakkab yozilgan, men sizlarga oddiy sodda qilib ko'cha tilida yetkazib beraman. Xullas, 1979-yilda Saddam Husayn prezident bo'lgandan so'ng Iroq 3 ga bo'linib ketadi. Sunniylar, shialar va kurdlar. Saddam Husayn shialarni yomon ko'rgani uchun Iroqdagi shialarning soni ko'payib borayotganligi uchun eng ko'p shialar bilasizlar Eronda joylashgan. Eronga qarshi urush ochadi. 79-yil prezident bo'lgan va 80-yilda Eronga qarshi urush ochadi va bu urush 8 yil davom etadi. 8 yil davom etgandan keyin endi urush o'z nom bilan urush-ku. Uni Iroqning iqtisodi qullaydi, odamda ocharchilik, kambag'alchilik ko'payib ketadi. Saddam Husayn Eron bilan urushayotgan bir vaqtda ichki nizolar ham davom etadi. Ya'ni
kurdlar Saddam Husaynga qarshi bosh ko'taradi, ya'ni ular biz urushmaymiz, biz o'zimiz alohida respublika bo'lamiz deymiz va hozirgi kunda mana kurdlar alohida o'zlarini o'zlari respublika deb e'lon qilgan Iroq hukumatiga bo'ysunmasdan. Va u yerdagi shiyalar Erondagi shiyalarga qarshi kurashayotgani uchun ichkaridagi shiyalar ham Saddam Husaynga qarshi bosh ko'tarishadi, ichki fuqarolik urushlari davom etadi. Va mana shu vaqtda Saddam Husayn ham kurdlardan ham shiyalarni shafqatsizlarcha ayamasdan qatlom deydi, ya'ni ommaviy ravishda qirib tashlaydi juda ko'pchiligini. 100 mingga yaqin odam mana shu urushda halok bo'ladi. Bu Saddam Husaynning urushi Ikkinchi jahon urushidan keyin eng katta odamlar o'lgan urush, eng ko'pchilik o'lgan urush sifatida baholanadi. Eron bilan urush 8 yil davom etadi va 1990-yilda Iroq qo'shinlari Kuvayt bilan urushni boshlashadi. 91-yilda esa Kuvaytdan yengilari butunlay tormor bo'ladi. 2003-yilda esa Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bushning buyrug'i bilan Amerika Iroqqa bostirib kiradi va urush 3 yil davom etadi. 2006-yilda Saddam Husaynni yashirilgan joyidan topib, uni Iroq Oliy tribunaliga topshirishadi amerikaliklar. Iroq Oliy tribunali esa uni 2006-yilda o'limga mahkum etadi va 2006-yil 30-dekabrda Iroq Oliy tribunalining hukmi bilan qatl etiladi va hozir bizni kiritmay turgan Al-Ujja qishlog'iga dafn etiladi. Hozirgida ko'rib turganlaringizdek qishloqda hech kim yashamaydi, aholini chiqarib atrofini minalashtirib qo'ygan va hech kimda bu yerda ziyorat qilishga yoki ko'rishga kelishga yo'l qo'yilmaydi. Ziyorat qilish harom deb fatvo berilgan. Shunaqa gaplar.